Ahmedov. Do'leqov. Ergash. Ahmadaliyev. Kamolov. Oy bolajonim, oy borib omon ke bolam. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizni o'g'lingizni urishga frontga olib ketgan ekanlik. Voy. Выходила на берег Катюша, на высокий берег. Qara. Aka, bu yer tozaga o'xshaydi. Aka, shu kecha onamga xat yozgandi. La'nati Sergey pochtachi ham sinadi. Onamni sog'indim. Yaqinda ketaman. Aka, kela. Rahmetim kelyapti aka. Kechida. Albatta, sog'lomlik qilamiz. Sizga. Yig'layapti aka. Sizga. Iltimos. Aka. Aka, beni qo'ysin. O'zingdan qo'ysin kechida. Serjant. Serjant kim? Serjant! Ясным солнцем свет, и бойцу на дальнем пограничье откатил. Давайте, Шамирака, что-то веселое играйте. Хорошо. Как-то летом на рассвете загляну в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем на реку. Rano! Meni urushga frontga olib ketyapti. Meni kelishimni kut. Qanaqa urush? Hali yosh bolasan-ku. Я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, клен кудрявый, наряд кудрявый, лесной. Клен зеленый, лист лесной. Я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, наряд кудрявый, лесной. Yetar. Qachongacha bu yerlarda yuramiz? Ha? Qachongacha? Komandir ketgan. Ona yurtimizga qaytishimiz kerak. Ota-onamiz bizni kutib o'tiribdi. Itdek xor bo'lib, mana bu zaqumlarni yeb yuribmiz. Vatanchi. Vatan nima bo'ladi? Bizni kim o'ylayapti? Ha? Kim o'ylayapti bizni? Qanchamiz yarador bo'ldik. Hech kim o'ylamaydi. Nima? Dezertir bo'lmoqchimisan? Ha? Seni darrov tribunal qilib tashlashadi, bilasanmi? Bu yerda onang seni o'ylayaptiki, o'z vatanini himoya qilgani bordi deb o'ylayapti. Seni ahvolingni qara-yu. Hali biz kutgan kunlar keladi. Hali yosh avlod mana bunaqa qora kartoshka emas, shirindan shakar, tansiq taomlar yeydi. Qachon? Qachon keladi o'sha kunlar? Fashistni dodini bergandan keyin
Millim ostonasidamiz. Yarim yo'lda tashlab ketish kerak emas. Rota, подъем! Sizlarga ajoyib yangiligimiz bor. Biz g'alaba qozondik. Xotira muqaddas, qadrlash savobdir. Osoyishta va tinch hayot uchun kurashganlar yurtning faxri hisoblanadi. O'zbekistonday jannat makon yurt farovonligi uchun, hozirgi Dorulamon kunlar uchun jon berganlar to abad qalbimizda bo'ladi. Tinchlik ko'z qorachig'imizday asraydigan ne'matimiz bo'lsin.